Kim Yakov House obunaçıları. Nadmestamiz. Shavat kanalini yanında Shavatni bo'ylasak ham bo'ladi. Ikkinchi qavatda 3 xonali kvartira chiqdi. Qaranglar, ko'rib chiqamiz. Bu yerimiz prixожий zona. Rakonalar qo'yilgan, prixожий mebel qo'yilgan. Birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Bu yerimiz spalni. Kvartiramiz ham menak foynalar qo'yilgan, otopleniyalari bor, to'g'ri kelib yashayveradi, remontlar ham ajoyib. Bu yerimiz sanuzel. Kotellarni ko'rib turibsizlar. Bu yerimizda yana bir spalni. Aynada tarafdan göstereyim. Yanımda bu taraf Oasis kafe bo'ladi, yana ko'pir. Ko'rib turganlaringizdek. Pastdan yaşı yeni 8 metr, 3 metrda shu bog'am bulara deyishlarkan, keyin podvalda bir 25 kvadratdan shuningdek podvalda mestas ham bor ekan. Akkuratna buzib qo'ysa bo'ladi ekan podvaldan. Xullas, primoy egan nomerni qo'yaman-ku, o'zingiz telefonlashib hamma ma'lumotlarga ega bo'lsangizlar bo'ladi. Kelib ko'rsangizlar-ku, bu proyekt doğrusu men o'zimga yoqadi, chunki kuxnyani balkonga ko'rsatib qo'ydim proyekt. Bu yer zal, shuningdek katta mehmonxona. Dokumentlar ham tayyor. Bilasiz, hozir Roza aksiyasida dokumentlarni tekshirman, ko'ringlar deb aytib turibman-ku. Yo'q, uy egasi taxlab qo'ydi ekan, ko'rib bemalol reklamada aytib o'taverasizlar. Xullas, bu yer zaladi. Endi bu yana qaranglar, shu kuxnya bo'lgan. Kuxnya balkona ko'chgan. Bilen bemalol ustar ko'rsalan qo'ysangizlar bo'ladi. Balkonda shundan ugalab bir mebel qo'yib qo'ydilar. Televizorlar nasib, bu yerda o'tirib ovqatlanadigan bu yerimiz kuxnya. Xullas, yaqinlar mana ikkana bu tarafda rishotkalarcha qo'yilgan akvaynalar. Doğrumuz 9-san baqcha. Bana chap tarafa ketadigan bo'lsangizlar, Shavatni bo'yna chiqsangizlar bo'ladi. Bemalol aylanib yursangizlar bo'ladi bu yerda. Oilaviy. Yaqinlar, shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Ikkinchi qavatda 3 xonali. Narxi eshitdinglar. Tayyor joy, primoyga egan nomeri bor pastda. Narxi 530 million, ozgina kelishadi dedi. Ayrim jihozlari bilan. Yaqinlar kelib ko'rasizlar, o'zlaringiz ega bilan savdolashib, xarid qilaverasizlar. Agar video yoqqan bo'lsa, bir like, pastda kommentarlaringizni kutib qolaman.